Xayrli tong hammalarga, xayrli kun. Bizda tong yotdi 7:30. Zayn bilan turib olganmiz. Zaki bilan dadasi uyquchilar uxlashyapti. O'zim ham bu videoda qarab, tomosha qilib, bitta kofe ichib oldim. Zavtrakka tushishimiz kerak. Kutyapmiz ularni. Xudo xolasa, bugungi dam olish vlogimiz ham davom etadi. Faqat Trivatning kofelari bor ekan. Mana bunaqa ekan bularning brendi. O'shanga menga bu juda shirinlik qildi. Ko'k choy damlab ketidan ichib olaman issiq. Ertalab shu issiq narsa ichmasam bo'lmaydi. Qarib shekillayman ham. Aytadi-yu, choyni ham shakarsiz ichadigan bo'ldim. Ertalab turishni ham sevadigan bo'ldim. Obedda uxlash ham yo'qadigan bo'ldi. deb katta bo'lganimizdan darak buyam. Biz ekan noto'g'riyormiz. Zavtrak qilgani. Tushyapmiz. Bular ishlamaydi. Naryoqdan o'tamiz. Biz уже sovuq havodan issiq havoga to'p-to'p tushib qolganimiz uchun mazza qilib yuribmiz. Mana futbolkalarda, sandallarda shunaqa stil tanlab oldim. Kilometrga fashion. Tepada ham nimadir bor shekilli, bu tepaga chiqyapti. Lukimni keyinroq boshladim. Bizda rosa yomg'ir yog'di. Pancha. Mana qilib kare bilan ozgina narsalar olyapman, ozginadan. Bu tarafda so'qlar bor. Choy, so'q. Narsalar. Kechroq chiqdik, hozir ozginadan keyin yopiladi. 9 da tushdik. Bolalarimni dadasiga berib yubordim-da, endi hozir kelinglar, sizlar bilan ajoyib fruktlar yeb ko'ramiz. Men uni otini bilmayman, lekin oldin ham yegaman. Ichida oq jelesiz narsa chiqadi. Buni ochib yeb ko'ramiz. Buni men juda ham yaxshi ko'raman. Dragon fruit bu yerda mazali ekan. Koreyada yeb turamiz ora-orada. Ayniqsa Ashleyga borganda yeymiz. Ashley Buffett haqida ham hali kontentlar qilaman. Hop, bu nordon bo'ladi ta'mi. Boshlaymiz endi. Bu yerda nonushta soat 10 gacha edi. Hozir 10 dan 14 minut o'tdi. Qancha tez yeb ko'rsataman. Bismillah. Faqat kisli bo'ladi-yu, lekin vaqtli kisli. Ko'p narsa yegan bo'lsangiz ham taqilib oladi. Limonga o'xshab. Arakoyeda adashmasam nom. Rosa normal. İkincisi yapıyoruz. Oyda tişlerim. To'g'ridagi tishlerim chuvstительность toshib ketgan kebiram. Sizlarda ham shunaqami? Hech stomatologga yetib bormayapman. Zirlatyapti. Dragon fruit. Buni mazasini nimaga o'xshatishni bilmayman. Kiviga o'xshaydi, lekin nordon emas. Kivini shirinroq desa ham bo'ladi. Kislotasi yo'q. Juda ham ko'p joylarda buni bemaza bo'ladi. Bodringga o'xshash haqida bemaza bo'ladi ko'p joylarda. Bu yerda такой shirasi bor ekan.
Buni ochamiz. Mana bitta bilan ochiladi. Tak, namli ochganda ichidan g'ajali sifat narsa chiqadi. Mangostin emas, lekin mangostinni ham ichida shunaqa jelli obrazli bo'ladi. Buni ochib oldik, qopqoqchalarini yeb ko'ramiz. Bismillah. Ichida mana bunaqa danachasi bor ekan, ochilib chaqilib ketdi. Yemadim. Buni mazasi shu jelliga o'xshaydi. Jelli isli. Hozir mana nordondan keyin, конечно же, o'zini asl ta'mini bilmayapman, chunki ta'm retseptorlarim sakrab tushdi. Marapoyadan keyin Marapoya edi, hamma. Bundan keyin yemanglar buni, yesanglar ham maqolda birinchi mazasi soft bo'lgan narsa mevalarni yeb turib, oxirida keyin uni yeyish kerak. Tarvuzlarni yeb ko'ramiz. Tarvuz O'zbekistonniki o'xshatgan masalan. Malayziyada yeganimiz qanaqadir xom bemaza edi. Koreyada tarvuzlar rosa mazali. Koreyaning eng mazali mevalari shu nutne bilan tarvuz. Sevim mevalariga 10 dan 6 beraman, chunki undan ham mazali bo'lishini kutgandim nimagadir. Va bu har doim issiq o'lka, har doim bu yerda yoz, har doim quyosh bor. Lekin baribir eng mevani shirin mevalar baribir O'zbekistonda ekan. Bizda ham qanday shunaqa turizmni rivojlantirsak, ko'p turistlar kelib bizada qanaqa mazali mevalar borligini ko'rishsa edi. O'zbekistonda baribir dunyodagi eng mazali mevalar mavjud. Xo'p, sayohatimizni davom etadi. O'sha yorishda ancha masalaga hozir daryoni ham ko'rsataman. Bugun Danang ostrovini aylanamiz. Qo'llab-quvvatlashni unutmanglar, ozginagina like bosinglar, iltimos sizlardan. Mana sayohatimizda shunaqa kamerani quchoqlab olib, sizlarga ham birga aylangandek videolarni olib yuring. Yurzang. Ketdik. Mana shu kids kafeda o'tkazib yubormaylik, damni. Endi bolalar bilan kelgandan keyin kids kafega kiramizda. Dengizni oldida maza qilib yuringlar. O'ynashadi. Dadasi olib ketmoqchilar. Tashqariga olib chiqib ketmoqchilar, chunki havo yaxshi. Ochilib ketdi. Mana o'zi yomg'irdan asar ham yo'q. Hozir endi Zakini olamizda. Olamiz. Tashqariga chiqamiz. Ketdik, Zaki. Ketdik. Toza va ozoda bolalarni ko'rib qolinglar. Issiq. Yo'q, yur. Ke yuramiz, suvga boramiz. Ke qo'lingni. To'xta bolam. To'xta. Dadasi suv, hozir keladi suv. Hozir o'zi keladi, dadasi mana shu turinglar, kirib yormanglar. Kelyapti shaqacha. Men qo'rqaman, men bu yumshab ketgan anodan. Tortib ketmasin, meni tortib ketgani esingizdanmi? Siz qachon tortib? Voy, eslang. Men kalla tashlab qutqarib oldim. Anaqani ichiga kirib ketganimiz. Ana. Ana qum olib ketyapti. Qoch. Su. Zaki nima bu? Su. Ha, magazинga ketdi. Bolamiz bittasi uxlab qoldi. Bo'ldi, dengizlarda yurib aylanib bo'ldik. Dada. Top.
Pap pap. Zayn, kaka yedingmi? Paka. Bosh qabul qilamiz endi. 1,5 soat cho'milib oldik, basseyn tugadi. Nima qilamiz endi bilmadim. Sal bolalarni uxlatib, может massajga tusharmiz. Bolalarni uxlatib, o'rani pastaga. Cho'milib kelsak, işte bo'sh xonalar. To'rtta qilamiz, davay, davay. Qancha tashla? Yana bitta kartonda turibdimi? Yo'q. Bu boshqa karta. Kartani bittasidan. Dedi. Ochorasi. Albatta. Kelinglar. Ha. Mayli qirog'as ekamiz. Yo'q, o'sha ekanmi? Yo'q, o'tmas. Rum servisimizda yana sho'rva keldi mana. Xo'p, am qilib at qilmasin. Bo'ldi. No. Давайте. Sizga. Ovqatlanamiz. Laundrydan foydalanamiz. Bir paket kirib bo'ldi bir kunda. Shirt. Kechki sayr. Voy.
Bas bola yugurtiringlar, charchatinglar shuni. Zaki yugurmaydi bu. Yog'on olinglar ozgina shuni. Asta-asta. Kuchini asraydigan bolalarda ani bola ketaveradi, qanaqa bo'lsa. Ketgani. Qanaqa bo'lsa boradi. Paka qiling. Paka. Wow. 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 Hop. Hop, high five. High five. Dang! Yeah! High five. Dang! Yeah! High five. Yeah! Yaqinda o'zim dadamni yelkalarida shunaqa qilib yurardim. Ana Allohimga shukr, biraman bitta o'g'lim shunaqa qilib yurdi. Ana. 1, 2, 3. Nima ko'rsatyapsan? Ko'rsatsinchi dadasi. Ha? Qani? 3. Ana. Papa. Papa.